Assalomu alaykum hurmatli Koreya ko'mak obunachilari. Biz hozir mana Janubiy Koreya davlatining Kimhe shahridamiz. Bu joyda mana hozir morgga keldik, o'likxonaga. Bu joyda Qozog'iston Respublikasining 1976-yilda dunyoga kelgan Ko'kshotov shahrining fuqarosi Ashimov Davlat ismli vatandoshimiz yotibdi. Bu davlat akamiz o'sha Kimhe shahrida joylashgan mehmonxonalarning birida yashab kelgan. O'sha joydan buni politsiya xodimlari o'ligini topishdi. Hozir Kimhe shahrida joylashgan politsiya boshqarmasi vatandoshimiz o'limiga ayni nima sababchi bo'lganligini aniqlashmoqda. Albatta natijalarni biz keyin sizlarga e'lon qilamiz. Hozir bu marhumning orqasida ikkita o'g'li, bitta qizi qoldi. Marhumni Qozog'istonga jo'natishlik uchun yaqinlari bizdan yordam so'ramoqda. Shuning uchun hurmatli obunachilar, mana shu hafta ichida va keyingi hafta ichida biz tegishli mablag'larni yig'ib kompaniyaga o'tkazishligimiz kerak. Hozir jami 10 million won, bu Qozog'istonning puli bilan 3 million 700 ming tanga bo'ladi. Yaxshilik qilaylik, birodar azizlar. Mana shunday vatandoshimiz bittasi olamdan o'tib qolibdi. Hammamiz bir musulmon bo'lib, bir vatandoshimiz uchun qo'limizdan kelganicha ozgina bo'lsa ham xayriya ihson qilaylik. Ja qo'linglardan xayriya ihson qilish kelmasa, unda bo'lmasa yaxshilab duo qilib qo'ysanglar, shuni o'zi ham mana shu hozir muzlatkichli ichida yotgan birodarimiz uchun ancha bir katta savob, duolar borib turadi. Shunday ekan azizlar, barchamiz qo'limizdan kelgancha yordamni qilaylik. Hozir mana shu videoning tagida Koreya ko'mak xayriya fondini bank kartalarini qoldiramiz.